Injiq odamga ham to'g'ri keladigan kvartira bor. Juda ham chiroyli. Qarang. Bu kiraverishimiz, biz hozir kirgilikdamiz. Bu yoqdan kirib kelamiz. Uzun koridori. Bu tomonda yotoqxona hisobida bitta xonamiz bor. Qarang. Boshqacha cho'tka remont qilishgan. Xo'p. Ayrim jihozlar qoladi. Bu yerda kladovka, sanuzel ham qarang, odam yashayotgan, shuning uchun katta mana sanuzellari. Xo'p, chap tarafimizda detskiyimiz bor. Bu yerda mana studiya variantida. Oshxona bu tarafda bo'lsa, bu yerda demak o'sha mehmonxona hisobida turibdi. Qarang, havasga remont qilishgan, havasga bitirishgan. Biz hozir Kirgilikda 27-atesti yonida Yuma magazin bor, shu yerda Novosturga yangi qurilgan uylarning 4-qavatdamiz. 74 kvadratlik mana shu holatiga sotuvga qo'yilyapti. Narxi $42,000 kamaytirib berishadi. O'ylaymanki, pulga arziydi, chunki Novosturga hamma narsalar urinib ketmagan, boshqatdan cho'tka remont qilishgan, ko'ryapsizlar o'zingizlar. Raqamlar qo'yib qo'yamiz. Bitta like bosib, Kirgilikdan lyuks kvartira qilib yurgan do'stlaringizga ushbu tashlab qo'ying. Obuna bo'lish esdan chiqmasin.